Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi video ishimiz, demak biz sizlar bilan 4-mavzu, ya'ni uchburchak tengsizligi degan mavzuni o'tgan edik. Demak, mana shu mavzuyimizda darsda ishlab bergan misollarimdan qolgan misollarning yechimlarini ko'ramiz. Demak, birinchi misolning yechimini ko'rgan ekanmiz, ikkinchi misolning yechimidan boshlaymiz. Uchburchakning ikki tomon uzunligi 0,6 va 1,3 ga teng. Uchburchakning 3-tomon uzunligi natural son bo'lsa, uchburchak perimetrini toping deyapti. Demak, qarang. Biz uchburchak yasash uchun 3 ta qoidamiz mavjud edi, ya'ni 3 ta tengsizlik, 2 ta ixtiyoriy tomon yig'indisi 3-tomondan katta bo'lishi kerak degan. Demak, 0,6 ga 1,3 ni qo'shsak, bu 3-tomon x deb oladigan bo'lsam, o'sha x dan katta bo'lishi kerak. Keyingisi 0,6 ga x ni qo'shsam 1,3 dan katta bo'lishi kerak va oxirgisi 1,3 ga x ni qo'shsam bu 0,6 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu yerdan x ning oralig'ini topib olamiz. Demak, 0,6 ga 1,3 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 1,9 ni beradi katta x dan. Keyingi 0,6 ni bu tarafga o'tirib yuborsam, x katta bo'lishi kerak ekan 0,7 dan. Va eng so'nggisi x katta bo'lishi kerak -0,7 dan. Mana shu eng so'nggisi bizga shart emas, sababi 0,7 dan katta son u aniq -0,7 dan ham katta. Demak, buni kesishmasi qayer bo'ladi? 0,7 dan 1,9 gacha bo'ladi. Mana shu oraliqdagi natural son faqatgina x teng 1 degan. Demak, x ning qiymati 1 ekan. Demak, perimetr hisoblaymiz. Perimetr hisoblash uchun 0,6 ga 1,3 ni va o'sha topgan 1 ni qo'shamiz. Bu bizda teng bo'ladi 2,9 ga. Demak, javobimiz 2,9. Davom etamiz. 3-misolning yechimini ko'rgan ekanmiz. 4-misolning yechimini ko'ramiz. Uchburchakning ikkita tomon uzunligi 8 va 6 ga teng bo'lsa, uning 3-tomon uzunligi quyidagilarning qaysi biri bo'la olmaydi? Biz bo'la oladigan topamiz. Qarang. 8 ga 6 ni qo'shsam 3-tomon x dan katta bo'lishi kerak. 6 ga 8 ni qo'shsam, 6 ga x ni qo'shsam 8 dan katta bo'lishi kerak. Uchinchisi kerak yo'q. Sabab manfiy bo'lib qoladi. Demak, 14 dan kichik bo'lishi kerak x. X'imiz katta bo'lishi kerak 2 dan. Ya'ni bu degani 2 dan 14 gacha oraliqda bo'lishi kerak. 2 dan 14 gacha 4 mavjud, 13 mavjud, 12 ham mavjud, lekin 15 mavjud emas. Demak, bizda bo'la olmaydigani 15 bo'ladi ekan. Davom etamiz. Keyingi savolimiz mana bu. BD mediana bo'lsa, x ni toping deyapti. Demak, bizda BD medianamiz. Mediana tushgan tomon teng 2 ga bo'ladi. Demak, x imiz nimaga teng? 45 - 2x ga teng. Bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, 15 ekanligi kelib chiqadi. Mana, demak, javobimiz 15. Davom etamiz. Keyingi 8-savol. Teng yo'li uchburchak asosiga tushirilgan balandligi demak x va 3x - 8 ga teng kesmalarga ajratdi. Demak, teng yo'li uchburchak. Teng yo'li uchburchakimizda balandlik tushsa, u tushgan tomonni teng ikki qismga ajratadi. Teng yo'li uchburchakda. Demak, qismlar x va 3x - 8. Bular teng. Demak, x deganimiz 3x - 8 ga teng. Bu yerdan x ning qiymati 4 ekanligini topishimiz mumkin. Demak, javobimiz 4. Javob emas, x 4 ekan. Uchburchak asosini toping deyapti. Asosi jami bu yer x, mana bu yer 3x - 8. Bular teng, ya'ni 2 ta x desak ham bo'laveradi. Demak, 2 ta x'imiz asos bo'ladi. Bu demak 8 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 8. Davom etamiz. Bu savollar yechimi ko'rilgan ekan. 11-savol. Teng tomonli uchburchak tomon 12 ga teng. Uni perimetr toping debdi. Teng tomonli uchburchakning perimetri 3a formulasi yordamida topiladi. Ya'ni bu barchasi 12 ga teng, oddiygina bu 36 ga teng bo'ladi. Demak, javob 36. Keyingi 12-savolimiz. Teng yo'li uchburchakning ikki tomon uzunligi 4 va 9 ga teng. Uning perimetrini toping deyapti. Demak, perimetr topishimiz kerak ekan. Dastlab biz bilib olishimiz kerak. Yon tomoni 4 mi, 9 mi? Dastlab shuni bilaylik. Yon tomoni 9 bo'ladi. Asos 4 bo'ladi. Sababi, agarda siz yon tomonini 4 bu tarafni 9 qilib olsangiz,
4 ga 4 ni qo'shsangiz 9 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu shartni qanoatlantirmay qoladi. Shu sababli yon tomonlarini 9 asosni 4 qilib olishingiz shart. Unda perimetr necha bo'ladi? 22 ga teng bo'ladi. Ya'ni uchalasini yig'amiz. Bu yerda 17 va 22 degan javob ham mavjud. 17 bo'lmaydi. Sababi boya aytib o'tdim, yon tomonlar 4 va asos 9 bo'ladigan bo'lsa, undan uchburchak yasash mumkin emas. Ya'ni uchburchak qoidasiga tushmaydi. Davom etamiz. 13-savolimiz. Uchburchak tomonlarini o'sish tartibida joylashtiring debdi. Bu yer 52, 180, 54, 82 bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu yerdagi burchak topishimiz mumkin. Va keyin tomonlarni qaraymiz, qarang. Bu yerdagi burchak x degan bo'lsam, x ni topishim uchun 180 dan ayiraman 82 va 54 ning yig'indisi. Bu bizga 136 gradusni beradi. Demak, buni ayiradigan bo'lsak 44 gradus kelib chiqadi. Demak, mana shu yerdagi burchakning qiymati 44 gradusga teng ekan. Endi eng katta tomon qaysi? Eng katta tomon S. Undan kichik tomonchi B, undan kichik tomon A bo'ladi. Sababi katta burchak qarshisida katta tomon yotadi. Demak, javobimiz SBA. SBA degan bizda S javobda mavjud. Davom etamiz. 14-savol ishlangan ekan, 15-savolga e'tiborimizni qaratamiz. X ning butun qiymatlari yig'indisini toping deyapti. Shu o'sha uchburchak tengsizligiga qo'yamiz. Ya'ni 3 ga qo'shaman 5 ni bu x dan katta bo'lishi kerak. Keyingisi 3 ga qo'shaman x ni bu 5 dan katta bo'lishi kerak. Uchinchisini yozmayman. Nega yozmayman? Qarang, uchinchisini yozganda 5 plus x katta bo'lishi kerak 3 dan-ku. Mana buni bu tarafga o'tirgan paytingiz, ya'ni soddalashtirgan paytingiz nima bo'ladi? 8 dan kichik x katta 2 dan, keyingisi x katta minus 2 dan keladi. 2 dan katta bo'lyapti x. Demak, u minus 2 dan ham katta. Uchinchisini, ya'ni mana buni yozish shart emas. Demak, bularning kesishmasi qayer bo'ladi? 2 dan 8 gacha bo'ladi. Demak, x ni butun qiymatlari yig'indisi. Demak, x ni o'rniga biz 3 ni qo'ya olamiz, 4 ni qo'ya olamiz, 5 ni, 6 ni va 7 ni qo'ya olamiz. Bu bizda 25 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 25. Davom etamiz. 16-savolimiz. Teng yonli uchburchakning yon tomoni 12 ga, asosi 8 ga teng. Uchburchak tomon o'rtalarini tutashtirishdan hosil bo'lgan uchburchak perimetr deyapti. Demak, bizda uchburchak bor ekan, uchburchakimizning yon tomonlari 12. Demak, bu yon tomon 12, bu yer ham 12, pasti 8 ekan. Ularni tomon o'rtalarini, mana buni o'rtalarini tutashtiraman. Mana bu yerni ham o'rtalarini tutashtiraman. Mana shu yerda hosil bo'lgan uchburchak perimetr topish kerak. Xo'sh, mana bu o'rta chiziq bo'lyapti. Demak, bu 4 ga teng bo'ladi. Sababi asosning yarmiga teng. Mana bu ham o'rta chiziq bo'lyapti. Demak, bu 6 ga teng. Demak, bu ham o'rta chiziq, bu yer ham 6 ga teng. Sababi o'rta chiziqimiz, men mavzu tushuntirganda aytganman, asosning yarmiga teng bo'lishi kerak. Bo'ldi, perimetr nechaga teng bo'ladi? 4, 6, 6 yig'indisi 16 ga teng. Bo'ldi, javob 16. Ya'ni javob bu. Davom etamiz. 18-savolimiz. Uchburchak perimetr 36 ga teng. Uchburchak tomon o'rtalarini tutashtirishdan hosil bo'lgan uchburchak perimetr. Buni to'g'ridan to'g'ri P1 deb oladigan bo'lsa, bu katta perimetrning yarmiga teng bo'ladi. Buni ham men sizlarga isbotini ko'rsatganman. Demak, 36 ni bo'lamiz 2 ga, javob 18 ga teng bo'ladi. Mana javob 18. Keyingi 19-savolimiz. Uchburchakning ikki tomon uzunligi 6 va 12 ga, perimetri 28 ga teng. Uchburchakning 3-tomoniga o'tkazilgan parallel o'rta chiziq uzunligini toping deyapti. Demak, biz 3-tomon topamiz. Perimetrimiz o'zi ABC. Bizda demak 28 teng bo'lyapti 6 plus 12 plus S ga. Bu yerdan S ning qiymatini topadigan bo'lsak, bizda kelib chiqadi 10 ekanligi. Demak, S tomonimiz 10 ga teng. Unga parallel bo'lgan ya'ni shunga parallel bo'lgan o'rta chiziq S ning yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni x deb oladigan bo'lsam, bu S ning yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni 5 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 5. Keyingi 20-savolimiz. Uchburchakning ikki tomoni uzunligi 4 va 12 ga teng. Uchburchakning 3-tomon uzunligi nechta butun qiymatni qabul qila oladi deyapti. Demak, tengsizlikni yozaman.
4 ga 12 ni qo'shsam 3-tomon x dan katta bo'lishi kerak va 4 ga x ni qo'shsam 12 dan katta bo'lishi kerak. Uchinchisi shart emas. Demak, bu yerdan kelib chiqadi 16 dan kichik bo'lishi kerak x. X'imiz 8 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni xulosa x ning oralig'i 8 dan 16 gacha. Bu oralig'da nechta qiymat bor? Butun. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demak, 7 ta qiymat mavjud ekan. Demak, 7 ta qiymat. 7 ta degan javob sizga javob. Shuning bilan men sizlarga o'rgatib sifatida bergan birinchi testning yechimlari o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videochimizda demak ikkinchi testning yechimlarini ko'rib o'tamiz. Barchaga rahmat.